eslatadi, ya'ni qora quyuq modda. Bu unsur fors, turk, arab tillariga mumiye, mumiyo, mumiya kabi variantlarda kirib kelgan. Ibn Sino uni o'z kitobida yara, suyak sinishi, qon ketishi, lat yeyish, ichki jarohatlarni davolashda foydali deb yozgan. Chunki o'sha davrda mumiya qurituvchi, antiseptik, yopishtiruvchi xususiyatga ega modda deb qaralgan. Xullas, 12-13 asrga kelib mana shu arab tabobat kitoblari Yevropada lotin tiliga tarjima qilish boshlangan. Tarjimonlar esa mumiya so'zini mumiya deb tarjima qilishgan. Muammo shundaki, Yevropada mumiya deganda faqat mumiyolangan jasadlar tushunilgan. 14-asrga kelib mana shu tarjima sharofati bilan Misrdagi mumiyolangan jasadlar Yevropaga eksport qilish boshlanadi. Ularni olib kelib, quritib, maydalab, kukun sifatida iste'mol qilish boshlangan. Hattoki aptekalarda, ya'ni dorixonalarda jasadlarni quritilgan kukuni mumiyo degan rasmiy nom bilan sotish boshlangan. Ba'zi shifokorlar bemorlarga hattoki siz yanada bir qadimiyroq mumiyolangan jasadlarni yeyishingiz kerak, sizni dardingiz og'ir deb ham tavsiya qilishgan. 16-asrda jarayon dahshatli tus oladi. Mumiyaga bo'lgan talab oshib ketib, Misrdagi jasadlarni Yevropaga olib kelish katta biznesga aylanadi. Lekin Misrda ham mumiyolar daraxtda o'smaydi. Ya'ni ularni topish borgan sari qiyinlashib borardi. 17-asrga kelib, aynan mana shu muammo sabab bozorda soxta mumiyolar paydo bo'lgan. Ya'ni ayrim ishbilarmonlar aholini mumiyaga bo'lgan talabini qondirish uchun yaqindagina vafot etgan odamlarni ham quritib sotishni boshlashgan. Qornim ochib ketdi. Tasavvur qiling, kimdir boshi og'rib qoldi-da, uxlashdan avval. Siz tushunyapsizmi? Bu to'g'ridan-to'g'ri kannibalizm degani. Yaxshiyamki 19-asrda Yevropada ham tabobat anchayin rivojlanib, sekin-sekin mumiyo aslida mumiyo emasligini tushuna boshlashgan va quritilgan jasadlarni asta-sekinlik bilan kunlik ratsiondan chiqarib tashlashgan. Yo'q, g'alati holatda Firavnlar men o'lganimdan keyin ham tanam abadiy yashasin deb o'zini jasadini mumiyolatganda, Yevropaliklar bo'lsa ularni yeb, ichib. Xullas, bu xuddi sizga doktor asal foydali desa, siz asallarni ini bilan ushlab olib yeb tashlagandek gapda. Labbay doktor. Analiz javoblari chiqdi. Saqich yeyishingiz kerak ekan. Qanaqa saqich? O'sha asfaltga ishlatiladigan saqich. Baland shifo. Dunyoning top darajadagi olimlari har yili global muammolar haqida bahslashish va ularga yechim topish maqsadida to'planishadi.